Bu dunyoda eng yaqin 5 dona do'stingiz kim? Endi ikkinchi savolni beraman. Oxiratda eng yaqin 5 dona do'stingiz kim bo'lishi mumkin? Birodarim, oxiratda eng yaqin 5 dona do'stingning ismini sanab beraman. Birinchisi bomdod namozi. Seni qabrda ham, sirotda ham, mahsharda ham, mezonda ham xatarlardan qo'riqlaydi. Uyquning eng shirin vaqtida sen nafsingdan qochib Robbingning huzuriga bording, Robbing buni inobatsiz qoldirmaydi. Ikkinchi, peshin namozi. Sen boshlagan ishlaringning eng qizg'in vaqtida dunyoga ozgina tanaffus qilib, qo'llaringni ko'tarib Allohga taslim bo'lding. Peshin namozi oxiratda har qanday tashvishlardan, g'alayonlardan, azoblardan seni qo'riqlaydigan ikkinchi do'sting. Uchinchi, asr namozi. Shunday oyoqlaringni uzatib, endi dam olaman degan vaqtingda 3-5 daqiqa Robbing uchun ajratganing, bu asr namozi sening eng yaxshi qilgan sarmoyalaringdan biri bo'ldi. To'rtinchi, shom namozi. Kechasi uyga kelding, charchagansan, lekin azon aytilyapti. 1 daqiqa deding dunyoga va Robbingning huzuriga borib, qo'llaringni bog'lab huzurda turding. Alloh buni evaziga oxiratda eng yaqin do'st qilib shom namozini yuboradi va u seni qo'riqlaydi. 5. Xufton namozi. Uyqung keldi, yotog'ing seni chorlamoqda. O'sha vaqtida nafsingni emas, Allohni tanlading. Bu ishlar uchun Robbing seni mukofotlaydi. Oxiratning u dahshatli azoblaridan xufton namozi seni qo'riqlaydi. Bu videoni 5 dona eng yaqin do'stingizga yuborib qo'ying.